qiyinchilik bor ustimizda. Qaysidir musibat bor. Qur'on oyatlarini chuqur tafakkur qiling. Alloh taolo nima dedi Qur'onda? Fa inna ma'al usri yusra. Har bir qiyinchilikdan keyin albatta yaxshilik bor dedi. Bo'ldi, boshqa masala yo'q bizga. Hayotga tushkun holatga tushgan odam nima qilsin? Fa inna ma'al usri yusra degan oyatni takrorlayversin. Tushkunlikka tushgan odam qayerdan umid, qayerdan masala, qayerdan bir narsani kutish masalasi? Fa inna ma'al usri yusra. Alloh Qur'onda aytdi. Har bir qiyinchilikdan keyin albatta, ta'kid o'laroq albatta yengillik bor dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni boshlariga qancha musibatlar keldi? Payg'ambarimizga nima dedi Alloh taolo? Har bir qiyinchilikdan keyin yengillik bor dedi. Yengillik nima? Makka fathi. Demak, inson ham xuddi shunday. Har bir qiyinchilikdan keyin yengilligi bor.